yana men senli bu videoda biz ukam bilan survival qilamiz. Haligi birinchi qismini ko'rgan bo'lsalar, bunisi endi ikkinchi qismi bo'ladi. Salomlash uka. Hammaga salom, sizlar bilan men Daniel. Bo'lmasam videoni boshlab. Hozir endi biz birinchi navbatda daraxtlarni chopib olishimiz kerak edi. Narsalarim qayerga ketib qoldi. Sizlarga o'tgan qismdagi bitta narsani aytmaganman. Ashitdan akam bor. Uyim mana yerda ko'rib turgan bo'lsalar, mana shu yerga uy qurganman sizlarga ko'rsatmasdan. O'ldingmi? O'lma. Maki. Yordamga tushyapman. Hayır. Kiyimizni topib oldim. To'xta. Kiyimi? Kiyimlarim qolib ketuvdi ekan aytmoqchilik. Qanisiz? Ot. Uy. Davay. O'ldirdingmi? Men paypag'ingizni topdim. Ber hamma narsamni. Kiyimizni topdim. Hamma narsamni berasan. Yur, men qachiraver. Kiyimizni topdim, xolos. Qanisiz? Men qachir, men. Mana aytdiki, meni uyim mana shu yerda. Mana sizlarga hozir ko'rsataman uyimni. Bo'lchiq. Mub kelyapti. Orqanda emas, to'xta. Hamma narsamni oldingmi? Aniq. Yo'q. Kiyimizni oldim, xolos. Mana shu kiyimimda tush pastga. Tush bo'l. Eshik ko'p. Eshik ko'p qo'yganman. Chunki xavfsiz bo'lish uchun. O'zim ham zo'rg'a cho'g'ladim bitta sizlarga ko'rsatish uchun. Mana shu yerda tagiga ham uy qurdim. U yoqqa borma. Ana o'sibdi. Meniki ferma qurdim, hamma narsa qurdim. Mana ko'rib olishingiz mumkin. Mana bitta narsalarim bor. Narsalarimni qo'yib tashqariga chiqdim-da. Kamon ham bor, o'q bilan. Paypag'ingizni olmabman. To'xta. Bo'l tasha. Hozir endi biz survival qilishimiz kerak mana shu yerda. Daraxt bor edi. Daraxt bor. Lekin yana topib kelish kerak. Haligi joyimizdan topib kelmadiga esdan chiqibdi shu. Mana maytalarni ham ko'rsataman. Betanaqa kuzatib turadigan joy. Hamma narsani kuzatsa bo'ladi. Mana uyimiz tepasi. Aytganchilik tovuqlarni hammasini o'ldirib yubordim. Chunki ovqatimiz to'lib yotibdi. O'tgan qismda to'ldirib yuborganmiz Abdulloh bilan. Mayta ikkinchi eshik. Ikkinchi eshikdan chiqib aniqa olib kelsam bo'ladi men daraxt. Men olib kelgani ketdim. Sen o'tirib tur uyda. To'xta. Qilich tog'ib olamiz. Hech qanaqa mob yo'q. Ishqilib tepaga chiqqanimda tushib ketmasam bo'ldi. Voy. Hozir chiqib olib videoni o'qimay. Hozir endi men chiqib oldim. Mening narsalarim o'syapti ekan, bu tarvuz. Lekin o'smayapti. Shirasa qiyin bo'lyapti. Bu daraxtlarni chopib ketish kerak. Chunki daraxt rosa ko'p kerak bo'ldi. Menga shunga narsa yasaganim ham rosa ko'p kerak bo'ldi. Endi hozir daraxtlarni chopish kerak. Hozir chopib bo'ldim endi daraxtlarni. Endi daraxtni yana ko'paytirib, chopib kelib, mana shu uylarni qurib olish kerak edi. Rosa kattaroq joy qilish kerak. Mana uy quramiz. Uyimiz ko'proq bo'lsa yaxshi. Mana bu o'rganchi. Bitta zinaga boradi. Bo'ladi. Menimcha meni ko'rdi. Yo'q, ko'rmadi. Ko'zi ko'r. Mayli, ko'raylik tepagi. Mana temir bor. Buni o'tgan qismda ko'rgan bo'lsalar kerak hamma. Bu tovuqlar, tushib ketgan tovuqlar. Ko'p qo'yamiz. Endi hozir yana daraxt chopib olib videoni yo'qotdik. Hozir biz endi uy qurishga o'tdik. Daraxtni rosa ko'paytirdik. Ochilmayaptimi? Ikkalamizda ham kamon bor. Endi otamiz. Qaranglar, hozir o'zimga tushadi. Do'y maroqa. Ana. Bitta jonim qoldi. Bitta. Xullas, endi uyda mash ichigacha emas. Sal qurib olib videoni yo'qaman yana. Hozir men maytalarimni qurib oldim. Endi sizlar bilan ko'raman. O'lib qolding? Va ana narsalar sachalib ketdi. Qani? Bu ikkinchi uyimiz bo'ladi. Nima turibdi-da? Shunga qiziqyapman nima ekan deb. Hozir qaranglar. Sizlarga bitta fokus ko'rsataman. Ana. O'xshadi fokusim.
Oy ana. Tushib ketdim. Ana. Bo'ldi. Endi tayyor. Mana buni ham qo'yish kerak. Biz uyimiz kattaroq bo'ladi. 2 qavatmi, 3 qavatmi bo'ladi, xullas. Mana narsalarni topdim. Ukam zo'rg'a narsalarni topib oldi. Endi pastga qarab bo'ldi. endi mana shu uyimiz ham yorug'masdi. Atrofini anaqalar bilan to'sish kerak. Keyin aniki ham bitta zinapaya qilish kerak. Hamma narsa qilish kerak xullas. Nima stak fakkel bor ekan. Ana ko'rdinglar. 1 2 mashit. Endi bitta. Qilichim bitta ishlamabdi. Qilichim bitta ishlamabdi. Endi daraxtimiz ham oz qoldi. Endi yana chopib kelish kerak. Voy, kamonim ikkita. Bo'ldi, yetadi shunchasi. Hey, Voy, o'tib ketibman yana. men tepaga chiqib olib, Sal nariroq temirli kirka yasashim kerak. qo'yib yuboribman yana. O'zi endi mana shu tomni ham qurib olib, videoni yoqsammikin debman-da. Qatyapti. Ukamniki